banklar bizdan qanaqa foyda ko'radi? Asosan 4 ta yo'l bilan foyda ko'rishadi. Keling, sizlarga buni oddiy misollar tariqasida yoki oddiy o'zimizning tilda tushuntirib beraman. Birinchisi kredit va omonatlardan. Biz olgan kreditimizning ustida protsent bo'ladi va shu protsent ustida olingan foydalar asosida bizdan daromad ko'rishadi. Ikkinchisi bu foizli o'tkazmalar. Ya'ni biz kartadan kartaga pul o'tkazamiz, shuni oqibatida esa protsent oladi. Bu xizmat uchun olib qolingan summa bizga foyda bo'ladi. Uchinchisi bizda obligatsiya va aksiyalar. Ya'ni investitsiya ko'rinishida ham bizdan foyda olishadi. To'rtinchisi esa valyuta ayirboshlashdan. Ya'ni Markaziy bankda deylik $1 kursi 12.500 so'm bo'lsa, lekin bizda boshqa banklarda xizmat ko'rsatayotgani hisobiga va ular ham foyda ko'rish kerak bo'lganligi maqsadida bizda 12.600 so'mdan 12.700 so'mdan dollarni yo'maydalashadi yoki bizga sotishadi. Shuni oqibatida bular shu tarzda daromadni olishadi.